Endi büyüksünü etdim, yekanı. 5-6 minutda ko'chib yetarli bo'ldi. Mana hozir mana shu palaydan yulib olingan ko'chat, mana shuni ko'ryapsizlarmi? Palaydan mana shu gidroponiki 6 sutiga 10 mingta ekilganmidi? 10 mingta ekilgan joy. Hosilni ko'ryapsizlarmi? Mana bunday qilib hosillarini ko'rsatib reklama qilishadi. Ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqa qilib, rosa reklama qilib, bunday qilib bunday qilib deb. Lekin bizga murojaat qilishdi, bular ham bir hafta 10 kundan beri telefonda gaplashib turdik. Mana A bochka B bochkadan olib, sotib olib beraverishgan. Endi ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Ildizni. Bu yerda ham bargi ko'rasizlarmi, bargi? Mana xazon bo'lib har narsa qo'llashgan, har narsa sepishgan. Tayinli qulupnay meva sotmadik, termadik deb aytishdi. Hosillari katta bo'lmayapti, yirik bo'lmayapti. Bunaqa ildiz bilan qanaqa qilib bu hosilni yirik qilish mumkin? Faqat oziqada emas, bu yerda qolgan tadbirlarni ham olib borish kerak deb bekorga aytamizmi sizlarga? Bu yerda ketgan, yaxshi boshida ketgan, yaxshi bo'lgan. Palaylar yaxshi ketgan, hammasi zo'r ketgan. Bu yerda suv quyishda xatolik ketgan. Ildiz himoya esdan chiqqan bu yerda. Ildiz himoyasi esdan chiqqan. Shuncha hosil hammasi hozir boqolmayapti, katta qilolmayapti. Barglar ishlamayapti, fotosintez ketmayapti bu yerda. Shuni analiz qilishga keldik hozir. Zangata tumanidamiz. O'zimizga tavsiyalarimizni beramiz, ketamiz keyin. Gul shoxlari hammasi yaxshi, zo'r bergan, yaxshi chiqqan. Hammasi yaxshi, zo'r kelgan. Bu yog'iga olib ketish olmagan. Chiqayotgan gullari ham juda ham mayda deyishdi. Bor shoxlari ham, hosillari ham mayda bo'lib qolgan deyapti. Gullari ham. Hozir mana shu analiz qildik, ko'rdik, bu yerda qizil o'rgimchakani ham katta talafot keltiryapti bu yerga. Katta talafot keltiryapti. Hozir hammasini lupada yaqinlashtirib ko'rdik. Ko'rasizlarmi, orqasini chaqib tashlaganni bularni? Ko'rasizlarmi? Mana. Bu yerda nafaqat o'rgimchak ekanini, balkim trips ham chaqib tashlagan, talagan bularni. Ko'rasizlarmi bargini? Mana hozir qiyin bo'lyapti olish. Lupada yaxshi ko'rinadi bu. Lupada. O'tgan safar Sharif akamdan video qilganimizda aytishgan ekan. Bular tripsdan deyilgan ekan. To'g'ri, tripsdan ham bo'ladi. Xuddi shunaqa kuzatiladi. Gullaganlari shu qorayib qolsa, so'g'urganga o'xshab qorayib qolgan bo'lsa, bunaqa gullari bunaqa sariqlik paytida trips chaqqan ham bo'ladi, to'g'ri. Lekin u yoqda kuzatilmagandi. Biz ham qaraymiz, ko'ramiz. Telefonda lupamiz bor, hammasini qarab tekshiramiz, mana baylarini, orqalarini, hammasini ko'ramiz, tekshiramiz. Faqat shunday turib telefondan, masofadan turib analiz qilib olmaymiz. Mana bularni hosiliga yaqinlashtirib bersak, ko'ra olmayapsizlar-ku, o'rgimchakani harakatlanyaptimi, yo'qmi? Qizilgani
qizil o'rgimchak ekani harakatlanyaptimi yo'qmi bilmayapsizlar-ku. Lekin buni lupada ko'radi, lupada yaqinlashtirib hammasini hozir qildik. Qachon sepdingiz bu yoqqa vertimikka? 2 kun mana ko'ryapsizlar, 2 kun bo'ldi sepilgan, lekin bular o'lmagan, harakatlanyapti. Shuning uchun mana hozir mana qilib tozalanyapti. Tozalanishga mana shuna qilib tozalashib to'zligisi ozgina joyi. Bu yoqqa pastga ekib qo'yilgan. Hech qachon ust-must, pastma-past ekish hech kimga tavsiya qilinmaydi. Bu faqatgina ortiqcha xarajat bo'ladi. Hech kimga hech qanaqa bunaqa joyga ekish tavsiya qilinmaydi. Bironta hosil hali pishgan, terilgan hosillari yo'q. Faqatgina ko'chatga ortiqcha xarajat, bunga hammasi oziqa xarajat, ishchi xarajat. Uni xarajatini tepaga qarab berganinglar yaxshiroq bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Shuncha hosil soldi degani shuncha daromad degani emas. Tayinli hosil sotisholmayapti degan ekan, mana qilib uzoqdan olib ko'rsatsa, boshqa qilishsa ishonib yurmanglar. Hosillarni juda ham mayli. 5-6 gram, 10 gram ham chiqmaydi, olcha bo'lyapti. Hozir o'zimiz tavsiyalarimizni berdik. Ildizni ko'rdinglar holatini, ildizni deyarli 90-100% berayotgan oziqani o'zlashtirayotgani yo'q. Buni drenaj tekshiryapsizmi? Ko'ryapsizlar, bu yerda nima ketyapti? 1600 oziqa kiryapti. Bu yoqqa mana kapelnidan kiryapti, 1600 kiryapti. Chiqib ketayotgan drenajimiz 1800 chiqyapti. Bu degani nima degani o'zingizlar bilib turibsizlar-ku, Umuman berayotgan oziqani yeyotgani yo'q bu yerda. Berayotgan tuzlar, kapelni orqali berilayotgan tuzlar hammasi shu kokosda yig'ilib yotibdi. Bu degani nima degani? Aytuvdik-ku, bu yerda ildizni shu esi ham bo'ldi, tamom qilgan. Shu tuzlar, ildiz atrofidagi tuzlar, bitta quyosh chiqadi, kun chiqadi, ko'tariladi. Bular hammasi ildizni obdon tamom qilib bo'lgan bu yerda. Drenajni yuvish kerak, asobiy yuvish kerak, uni ko'rish kerak. Buni agar orada farq bo'lmasa, bu qiyin. Yetishtirib bo'lmaydi gidroponikada. Uni ko'pchilik o'ylabdi, 1500 bersa 1600, 1700 chiqish kerak deb yozishdi, aytishdi menga. Yo'q, noto'g'ri. Bu kam bo'lish kerak bu. Kamida 06, 05 o'zi aslida kitobida bo'lish kerak. Lekin sizlarda 02, 03, 04 kam chiqib turishi kerak bu. Berayotgan oziqalardan oradagi farq shunaqa bo'lishi kerak. Ana o'shanda yeyotgan bo'ladi. Shuning uchun 1500 berdinglarmi? 1300, 1400 ga ko'tarilsa, o'sha demak buni yuvishga harakat qilinglar o'sha. Kokos matda. Bu yerda ham shunaqa bo'ladi. Yerda ham biz qilamiz, ko'rasizlar o'sha antisalt, redusal shunaqa narsalar bilan yuvib turamiz biz. Endi bu yerda buni toza suv bilan yuvadigan bo'lsanglar ham, bu beradigan suvingiz AC'si necha? 500 ha, 05 ha? O'smis yo'q ha? Mana shu 05 suv haydasanglar ham, 05 haydasanglar ham bu 16, 18 buni qisman tushirib beradi. Hatyabi bir hafta 10 kunda bir marta yuvib qarab turish kerak. Deyarli kunda har kuni buni tekshirib turmasanglar bo'ladi. Teplisa baland, 6-7 metrlik katta teplisa, baland teplisa. Ko'rasizlar mana. Radiatorlarni ishlatib qo'yishgan, portchiklarni ochib qo'yishgan, havo namligini kontrol qilish uchun, lekin bu tomonlama kontrol yo'q. Bu tomonlama faqat oziqada emas. Bu degani mana bu odam ham 2 yillik tajribasi bor qulupnaychi. Videoga tushishni xohlamadilar. Sababi shu olib turgan oziqalarimni olgan agronomlar sal boshqachana qilib qolmaylik. Ko'chat olganmiz, agronomligini maslahatini so'rashgan, boshqa qilishgan deyishyapti. Faqat unga bog'liq emas bu. Bitta faqat oziqa bilan ish bitmaydi. Buni aytuvdik-ku sizlarga. Ildiz himoyasi, bargini himoyasi,
bularni formirovkasi, gulshohini formirovkasi, bayi formirovkasi, bu sheykalarni, mana bu tanalarni formirovkasi, qisqartirish, yoshartirish, hammasi gidroponika qilishga shoshilmanglar. Bemaslahat, beanaqa gidroponikaga qilib qo'yasizlar. Ilm yo'q, tajriba yo'q, keyin shunaqa kuylarga tushib o'tirasizlar. Buni nima sababdan sizlarga ko'rsatyapmiz gidroponikalarni? Shu shoshib qo'ymanglar. Chem undan ko'ra yerda qilib yurganingiz sizlarga ancha arzonga tushardi. Bu yerda faqat reklamalar noto'g'ri ketib qolgan. Gidroponikada ko'p hosil olasan, unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb. Lekin to'g'ri, gapingiz to'g'ri. Ilmingiz bo'lmasa, siz umuman ola olmaysiz. Рабочий раствор menimcha, chunki sababi glavniy jo'naqaga haydashyapti bu. Glavniy sistemaga haydalyapti. Asosiy quvurga ketyapti, уже mana chiqib ketyapti, ko'rasizlar. Ma'mula bo'lsa, mana bu bo'ladigan bo'lsa, bu A bochka, B bochka bo'ladi. Yurtdoshlar, tushunib olinglar sizlar. A bochka, B bochka deganda bir xilgina shu katta рабочий rastvori, mana shu katta, mana 120 litrlik bochkani ko'rasizlar. O'shani ikkita qilib qo'yar ekan. Mana buni A bochka, B bochka qilib ikkalasidan suv haydashar ekan. Yo'q. Bu yerda taxminan 50 barobar, 100 barobar ko'p oziqa qo'shilgan. Bu yerda ikkita bochka bo'ladi. Shu sulfatlar, nitratlar aralashadi-yu, o'shalar alohida reaksiyaga kirishmasligi uchun tayyorlab qo'yiladi. Keyin mana anaqa qilib, mana maxsus o'zi idishlarda teng miqdorda ikkalasidan 700 gram qo'shilsa, uni qo'shiladi. Shunga qarab AC'lari to'g'irlanadi. AC pH-larini to'g'irlab turib, keyin berib yuboriladi. Mana bu yerda ham 1 tonnaligi bor ekan, 1 tonnalikdan ham haydashar ekan. Mana bu yerdan ham u yoqni ham qilib qo'yishgan ekan. Bilmadim qaysi biriga ketgan. Lekin mana bu рабочий раствор. Рабочий. Bu ishlamayotgan ekan. Mana matchniy rastvor deyilgani mana bunisi. A bochka, B bochka. Bu o'sha ona bochka deyiladi. Ana unisi mana shu berib yuboriladi yani. Shu berilib, shu tayyor bo'lgani ketadi. Misol uchun 1 litrdan qo'shiladi, 8 gramdan qo'shilib beriladi. Radiatorlar tepaga qo'yilgan, 12 ta radiator 6 sotiga qo'yilgan ekan. Shunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar, bu qanchalik to'g'ri, tepaga qo'yilgani yoki pastga qo'ygani. Bilasizlar, turetskiy, koreyskiy, ispanskiy teplitsalarda, boshqasida yo relis bo'ladi yoki pastda bo'ladi radiatorlar. Mana shu belida bo'ladi. Issiq havo tepada bo'ladi, sovuq havo pastda bo'ladi. Pastdan radiator issiq havoni pastdan haydagani yaxshimi? Tepaga qarab issiq havo tepaga harakatlanadi-yu. Yo bu tepani o'zini issiq havoni tepaga o'zi aylantirib yotgani yaxshimi? Past sovuq. O'shani izohlarda fikringizni yozib qoldiringlar o'zingizlar. Mana burchagiga ham mana 3 ta qo'yilgan ekan bu yoq tomonga. Shu joyini bilganlar yozib yuboringlar. Umuman bu yerda noto'g'ri qilingandek ko'ryapsizlarmi? Ijtimoiy tarmoq, internetda ko'rishadi, xuddi o'sha narsani yaratib qo'yishadi o'zligisini issiqxonaligisiga. Amerika yaratish kerak emas-da, buni mana 2 qavatli qilib, qarang, 2 qatorli qilib. Bu umuman bu yerdan tegidan hosil olish ilojisi yo'q-ku. Buni mana tepasidan 100 emas, bir 80-90% bu yerda quyosh nuri tushmaydi. Buni nima keragi bor? Nima keragi bor? Shuncha xarajat. Internetga qo'yib, boshqa qilib ko'rsatib berishadi. Kerak emas buni tegida qo'yishi. Undan ko'ra men aytganim mana shu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta ekan. Mana shu seksiyaning ichida 5 ta qator tushgan ekan, 2 tadan bo'lganda 10 ta bo'ladi. Mana shuni qo'shli qilib, mana bunaqa 2 qatorli qilib, mana bunaqa 2 qatorli qilib, mana shunga 4 qator tushirsa bo'ladi. Ana o'shanda 8 qator ekilgan bo'lardi mana shu. 2 qator yutqizasiz, zato undan qancha yaxshi
Mana 5 tasini olyapti, tegidan olinmayapti umuman. Olgan bo'lardinglar. Mana hozir qaranglar bu yerda yana bitta narsa gap bo'lib qoldi. Hozir bu yerda nima bo'lib qoldi? Mana shu pastiga mana hammasiga 600 litr suv beraman, bu yoqqa 1 tonna beraman deyaptilar. Xo'p, endi bu to'g'ri, bu yoqqa kamroq berib, tepaga ko'proq berish to'g'ri. Endi qarab turinglar. Bu yerda mana shu 600 litr bergandan keyin qancha miqdor suv u yoqqa qarab chiqib ketadi, uni hisobi yo'q. Hisobi yo'q. Juda ham ko'p suv oqib ketadi deyaptilar. Juda ham ko'p suv u yoqqa oqib ketadi. Buni mana shu beriladi suv, mana shundan beriladi. Berilgandan keyin drenajdan oqib tushdi, misol uchun. Bu bosh tomoni pastdan oqib tushdi. O'chirish kerak. O'chirasiz. Bo'ldi, mana bu tarnovizdan oqib tushgandan keyin shu o'chirish kerak. Uni o'chirganingizdan keyin o'sha mana shu bor o'zi suv silg'igani ham o'sha oqib tushadi sizga. Misol uchun 1 minut suv beradigan bo'lsangiz, taxminan shu 30 sekund, 40 sekundda pastga yetib kelsa, 20 sekundda o'sha sizga pastki drenajga oqib chiqishga vaqt yetadi. O'shani o'zi yetadi. Xo'p, bizda misol uchun oziqa sotayotganlar, oziqa berayotganlar, yo'nalish ko'rsatayotganlarga qancha ko'p oziqa bersa, shuncha zo'r bo'ladi. Shuning uchun 1 tonna beriladi. Bu 300 litr o'zida qoladi. 700 litr taxminan oqib drenajdan tushib, oqib chiqib ketadi. U noto'g'ri yo'nalish. Undan ko'ra o'sha 1 tonna suvni 2 mahal, 3 mahalga bo'lib bering. Taxminan shu 300 litr suvingiz yetadi mana shunga. Nam o'zi ushlab olgandan keyin bu yoqqa drenajga qarab pastga oqib tushib ketadi. Shu ham trips. Ha, shuni gulini shundoq qoqdik mana qo'lga. O'zi aslida oq qog'ozga mana shunaqa gulini oq listga qilasizlar. Oq listga qo'yib turib, mana shuni olasizlar-da, yoki shundoq tagiga oq list qo'yib turib, shundoq qoqsanglar, shu oq listda, oq qog'ozda shundoq yavni ko'rinadi. Trips bo'ladigan bo'lsa, shundoq bilasizlar mana shunani. Katta ehtimol bilan bular mana shundan trips chaqqan. Ettigu boshida mana shuna qorayib qolish sabablari tripsdan ham asosiy sabablari. Eng yaxshi varianti uni bilish uchun oqarroq. Lekin tekshirganman, bizda yo'q edi deb aytdilar. Mana hozir bittasidan qoqdim. Tushdi mana shu yerga. Mana bunaqa sap-sariq bo'lib turishi bo'lgan sari mana shunaga yopishadi. Trips bo'lish shart emas, boshqacha bitlar ham bo'laveradi. Ziyon keltiradigan, shunday qilib qoqsanglar oq listga tushadi. Ana shundan keyin bilib olsanglar ham bo'ladi, yurtdoshlar.